bo'ldi. Bu отказ qildim. Nima qildingiz? G'isht to'ktirdingizmi yoki men qarang, kinoga 2 kishi boramiz-ku. Yo bir kishi planning tugatolmay qolsam sizni keyingi o'rin chedada ishlaringizni ham hal qilish kerak-da, o'rka. O'zingiz aytdingizku ketyapti. Shunga agar hali qilmasangiz 2 kishi bor ekan, shuni tashib qilib beringda, abdan keyin shu kamchiliklaringizni ham qoldirib bitkizing, shuni tomlaydi. Agar keyin to'ktiradigan ishda keyin boshqa gaplashaveramiz. Ertaga 2 kishiga kelishtirib qancha beraman dedi Murat aka. Gapirmadingmi? Endi ertaga men bu faqat o'zingiz chiqarganmiz, ularni o'zingiz chiqarganmiz. Xullas, kun bo'yi ishda bo'lamiz ekanda. Endi agar men ishda olib ko'rib kun bo'yi bo'lib ketsa, men nima qilaman? Odam bo'lsam, yo'q qolaman deb o'ylayapman.